menga ota kasb hisoblanadi. Temir yo'lga bo'lgan qiziqishim shu yoshligim 5-sinf paytimda yotoqxonada turganingizdan keyin musofirchilik masalasi bor. Butun hayotingizda esda qolarli bo'lgan jarayonlar shu talabalik davrida bo'ladi. Ko'p narsadan voz kechganmiz. Temir yo'l sohasiga kirib kelishim to'g'risida juda ham ko'p savollar bo'ladi. Temir yo'l sohasi menga ota kasb hisoblanadi. Shu yoshligimdan shu maktabda o'qib yurgan paytimda dadam shu temir yo'l formasida ishga borib kelganlarni ko'rib, temir yo'lga bo'lgan qiziqishim shu yoshligim 5-sinf paytimda boshlangan. Ana o'sha paytdan beri temir yo'lchi bo'laman degan bir orzu tug'ilgan va o'sha maktab paytlarida ham temir yo'lchi bo'laman deb shu sohaga qiziqib, maktabdan bo'sh vaqtimda o'sha temir yo'l stansiyasini yonida yaqinroq joyda yashar edik. O'sha ishxonalariga borib dadamni ko'rib, lokomotivlarni, vagonlarni ko'rib, qiziqib, ularning rasmlarini chizish o'sha jarayondan qiziqish boshlangan. Keyin maktabni bitirganimizdan keyin Toshkent temir yo'l muhandislari institutini qoshida akademik litsey mavjud. Mana shu litseyga topshirganman. Litseyga o'qishga kirib, temir yo'l institutiga tayyorgarlik jarayoni boshlangan. Talabalik davrimizda ham juda ham qiziq voqealar ko'p bo'lgan. O'sha paytda endi yotoqxonada turganingizdan keyin musofirchilik masalasi bor. Ota-onadan uzoqdasiz. Uydagi bo'lgan sharoit, yotoqxonada turganingizdan keyin unaqa sharoit bo'lmaydi. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi, mashaqqatlari bo'ladi. Shu talabalik oltin davrim deydi. Butun hayotingizda esda qolarli bo'lgan jarayonlar shu talabalik davrida bo'ladi. Akademik litseyni tamomladik va Toshkent temir yo'l muhandislari institutiga, bu paytda institut edi, topshirdik hujjatlarni. Shu yerdagi ustozlarning o'rgatgan bilimi va o'zimizda hayotga qo'yilgan aniq sel, maqsad bo'lganligi uchun ko'p narsadan voz kechganmiz. Faqat oliy maqsad shu universitetga kirish bo'lgan. Imtihon kirishdan oldin xavotir bo'lasiz. Qanaqa bo'lar ekan, qanaqa savollar tushar ekan deysiz, lekin tayyorgarlikni juda yaxshi qiladigan bo'lsangiz, imtihon kirganda oson bo'ladi. Kirganmiz, shunda test savollarini olib turibmiz, bilgan savollarni ishlaganmiz. Bir qiziq voqea bo'lgan. Bitta do'st edik, birga shu litseyda o'qiganmiz. Imtihon kirishdan oldin shokolad yeyiladigan bo'lsa, miyani ishlash faoliyatiga bir yaxshi bo'ladi degan bir tavsiyalar bo'lgan va shu 3 ta do'stimiz bilan birgalikda shokolad yeganmizda imtihon kirib ketganmiz. Imtihon natijalari chiqqan, men o'qishga kirganman. Men bilan birga topshirgan do'stlarim kira olmagan. Keyin hazillashib kulganmizki, bularning shokoladini sirog o'tib qolgan, menga tushgan shokolad o'sha sirog o'tnisi yangi bo'lgan shokolad deb kulishganmiz. Keyingi yillarda ular ham kirishgan.